Hozir sizlarga ikkita gap aytaman. Shu ikkita gapni ichidan bittadan ma'nosi uncha yopishmay qolgan, to'g'ri kelmay qolgan bir so'zchani topasizlar. Demak, birinchi gap. Bir kuni bir qiz sartarosh yoniga yuboribdi-da. "Opa, sochim o'sib baland bo'lib ketibdi. Iltimos, kaltaroq qilib qo'ying", debdi. Ikkinchi gap. "Adasi, anov qo'shnimizning uyi uzun bo'lib ketibdi. Biz ham shunaqasini quraylik". Xo'p, ana endi o'sha g'alati so'zlar qaysi? Birinchi gapdagi bu baland so'zi va ikkinchi gapdagi bu uzun so'zi edi. Endi shuni o'rnini almashtirsak qanaqa bo'ladi? Sochim o'sib uzun bo'lib ketibdi. Keyingi gapda esa qo'shnimizning uyi baland bo'lib ketibdi. Ana endi ma'nosi to'g'ri tushdi. Xo'p, bugungi tushuntirmoqchi bo'lgan mavzumizga mana bu gaplarda nima aloqachasi bor? Sizlarga bugungi mavzuni to'g'ri tushunarli bo'lishi, men o'sha Xitoy devoridan kelyapman. Aynan mana shu baland hamda uzun so'z, ya'ni long hamda tall so'zlarini ingliz tilida ko'p o'quvchilar farqiga bormay adashtiradi. Xuddi mana shunaqa o'rnini almashtirib g'alati gaplar chiqaradi. Qarang, long deganda bu gorizontal uzunlikdagi yo'nalishni bildiradi. Ya'ni long uzun degan ma'noni beradi. Tall esa bu vertikal, ya'ni balandlikni bildiradi. Tarjimasi baland, bo'yi baland degan ma'noni beradi. Mana bu misolchalarda ko'rib chiqamiz. Demak, road bu yo'l degani. Bunda demak a long road desak bo'ladi. Uzun yo'l. Demak, yo'l bilasiz tik turmaydi qad rostdan. Va keyingisi building, bino. Bunda biz a tall building deymiz. Chunki qad rostlab tik turibdi. Bunda baland bino deymiz. Keyingisi woman. Bunda a tall woman deymiz. Chunki bunda ham qad rostlab, bo'yi baland bo'lib turibdi. Ruler. Bunda esa oddiy gorizontal yo'nalishda yotgan bir oddiy predmet, hech qanaqa qad rostlagani yo'q. Bunda long ruler desak bo'ladi. Keyingisi Xo'p, bunda ko'rib turibsiz holatni, qad rostlab tik turibdi, ya'ni baland, bo'yi baland daraxt desak bo'ladi. A tall tree. Va navbatdagi misolimiz hair. Xo'p, bunda qaysi so'zni qo'yamiz? Longmi yoki tallmi? Izohlarda o'z javobingizni qoldiring. Agar bu dars sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta yurakchani bosib qo'ying hamda ingliz tilini o'rganayotgan do'stingizga ham yuboring. Va sahifamni kuzatib borish uchun esa albatta obuna bo'ling. Sizning bunday qo'llab-quvvatlashingiz menga keyingi darslarni tez chiqarishimga motivation beradi. Rahmat.